bolsa, keyin uşu faaliyetten keyin her bir gazet, jurnal, televideniyadan birden vakilni özümüzge uyuşturuş teşkili komitet kılıp elip, her ayda bir kıyım uçuşup, şu anda problematik meselelerini yiyişip, onu yukarıda organlarımızda her yüzüge evetip işimizde kabul bulduk. Bugün fakat senin konularını iliş, senin uşunak bir bişimlerini koşuş mevsimi çıkıp oturtmuz, yani bir etin hoş geldiniz. Kıyım uçakta aziz muhterem mihmanlarımız, icazet kısanlar, bugünkü uyuşturulan matbuat hükümkarları namlı ushbu faaliyetimizga qadam tashkil qilgan aziz qadrli mehmonlarimizni qutlug' sahnaga taklif qilgan bo'lsak, Qozog'iston Xalqi Assambleyasining mushisi, Respublikalik Uyg'ur erkin madaniyat o'rtog'ining төрағасының o'rinbosari, Respublikalik Uyg'ur ovozi gazetining bosh redaktori Asmat Ershad Mollaxonova, Qozog'iston Xalqi Assambleyasining mushisi, Almat qalalik maslahatning deputati, Abdurrazzoqov atындагы мектеп gimnaziyaning direktori Umarov Shakir Niyazulov, Uyg'ur Ulug' assotsiatsiyasining төрағасы Ahmedjon Mametovni sahnaga chaqiramiz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli qavm, hurmatli qonaqlar, bugungi festivalning qatnashchilari, assalomu alaykum, hurmatli jamoat. Bugun biz shunday cho'ng Uyg'ur matbuotida respublika bo'layotgan char tadbirni bo'latib o'tirmiz. Shuning haqida so'z yetishdan ilgari sizlarga cho'ng salomni yo'llagan Cumhuriyet Uyg'ur etnik madaniyat markazining raisi, Qozog'iston Xalq Assambleyi Kengashining a'zosi, Qozog'iston Respublikasi Cumhuriyeti Parlament Majlisining deputati Shaymardon Romovning iliq samimiy salomini yo'llashga ruxsat etaman. Endi bizning elimizda nihoyatda cho'ng o'zgarishlar yo'qolmoqda. Endi Uyg'ur ovoz, Uyg'ur matbuot haqida gap qilganda, umuman Uyg'ur matbuotini aytmaganda, falanchi ming asrlik tarixda yezig'imiz borligini aytmaganda, faqat Qozog'iston Uyg'ur matbuotining tarixiy o'zi kelar yil 2018-yil 100 yil bo'ldi. Shuni biz endi nihoyat faxrlanishga yetishimiz kerak. Mana sizlar bizniki 1918-yil Saday Taranchi umuman tarjimasini uzanlangan hukuma Uyg'ur ovozi degan so'z. Saday Taranchi gezgi 18-fevralda chiqqandan tartib Uyg'ur matbuotining tarixi boshlanadi. Mana Xudoy bilsa, o'sha jihatni hisoblaganda keyingi yili biz Uyg'ur ovozining 100 yilligini o'ynaymiz degan so'z. Shuning uchun men o'ylayman, bu Uyg'ur ovozi kommunizm turi gezgilar chiqqandan keyin, ya'ni bu mustaqil Qozog'istonning bizning prezidentimiz Nursulton Nazarboyevning bana milliy siyosati tufayli Qozog'iston axborot bo'shlig'ida nechilagan Uyg'ur gazet, jurnal, yoki televideniya hamma tarafdan paydo bo'ldi. Bu nihoyatda xushal bo'lgan ish. Mana aytib ketay, mana qancha gazetlar hozir qarasak, bizning Qozog'istonda Uyg'urlar yaratayotgan kamchilik mana menga yaxshi deb